Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun biz Matiz mashinasini hadovoga olib qo'yganmiz. Oldi amortizatorni Spark'ga moslab pedalga qilib beramiz. Qani ketdik. Bu Matiz ko'rinishi. Mana chiqarib olib qo'yganmiz. Spark. Bunga qilgan ishlarimiz oldiga Spark amortizator, prujina o'ziniki, shlankalarni o'rab, tepasiga trekker chashka moslab qo'yib berganmiz. Tayyor yig'ilganini ham ko'rsataman. Tayyor bo'lgan tepasiga mana trekker birda chashkasini mosladik. Do'sko'z amortizatorlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.